like, went, need, prefer, now, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist va mean kabi fe'llar, mana shu fe'llar faqat present simple da ishlatiladi. Faqat present simple da ishlatasiz bularni. Ya'ni boshqa zamonlarda present continuous zamonda ishlatilmaydi. Tushunarli-a? Masalan, ma'nosi present continuous bo'ladigan bo'lsa ham, lekin present simple da berasiz. Men ochman desangiz, men qornim ochdi. I'm hungry. I'm hungry. Man nimadir yeyishni xohlayapman desak ham I want. Xohlayman desak ham I want something to eat. I'm hungry. I want something to eat. Man ochman, nimadir yeyishni xohlayapman, hozir bo'lyapti yoki davom etyapti, qizig'i yo'q, faqat present simple da berasiz. Qolganlari ham do you understand what I mean? Man nima nazarda tutayotganimni, ya'ni tutayotganimni bilasanmi desak ham do you understand what I mean? Mana bu yerda mean hozir nazarda tutayotganimni ma'nolarida kelyapti-da. Mana shu holatda ham present continuous zamonida ishlatilmaydi. Keyingisi think. Ikkinchisi think fe'li. Bu think fe'li ham present simple va present continuous da ishlatiladi, lekin bunda boshqa ma'no, bunda boshqa ma'no beradi. Masalan, men o'ylaymanki degan ma'noda o'ylaymanki, fikrim borki, masalan have an opinion ma'nosida present simple da ishlatiladi. What? Masalan, what do you think? Nima deb o'ylaysan? What do you think? Nima deb o'ylaysan? Of my plan. Rejam haqida nima deb o'ylaysan? Nima deb o'ylayapsan desak ham, o'ylamoq ma'nosida present simple da continuous da ishlatib bo'lmaydi. Tushunarli-a? Agar bu think ma'nosi consider ma'nosida ishlatilganda, hisoblamoq ma'nosida ishlatilganda nima? Continuous zamonda keladi. Continuous zamonda ishlatsak bo'ladi. Masalan, I'm thinking about what I happened. Nima sodir bo'lgani haqida o'ylayapman. Nima sodir bo'lgani haqida o'ylayapman desak. I'm thinking
about. What happened? Nima sodir bo'lgani haqida o'ylayapman, hisob qilyapti uni. Hisoblayapti. Tushunarlimi? She's considering it. U uni hisoblayapti. Shuning uchun thinking continuous zamonda kelyapti. Bittasi, ya'ni think, bittasi o'ylaymanki, yana have an opinion bo'lish kerak unda. Ikkinchisi continuous zamonda hisoblamoq ma'nosida. Men shuni o'ylayapman, shunaqa hisob qilyapman, nima sodir bo'lgani haqida o'ylayapman desak ishlatilyapti. Keyingisi see, hear, smell, taste degan fe'llar ham bor. See, hear, smell, taste. Bu fe'llar present simple da ishlatiladi. Faqatgina present simple da ishlatsa bo'ladi. Tushunarli? Present simple da ishlatasiz bu fe'lni continuous zamonda ishlatish mumkin emas. Do you see that man over there? Ana u yerdagi insonni ko'rdingmi desak. Ko'rdingmi ham, ko'ryapsanmi ham bitta bo'ladi. Do you see hozir ko'rib turibdi. Ko'ryapsanmi ana u insonni? Ana uni ko'ryapsanmi desak ham do you see bo'ladi. Do you see that man over there? Ana u yerdagi insonni ko'ryapsanmi desak ham shunaqa bo'ladi. Va mana bu xona smells, hid tarqatyapti degan ma'noda ham yapti bo'lyapti. Ya'ni continuous zamonda ishlatilyapti. Ma'no beryapti. Lekin ma'nosi shu anaqada bo'lsa ham present simple da ishlatasiz. Keling ochaylik derazani desak, Let's open a window. Let's open a window. Nimadir hid taralyapti, nimadir hid chiqyapti. Xonada nimadir hid chiqyapti desak. Yoki ana insonni ko'ryapsanmi, ya'ni yapsan, ya'ni ma'nosi continuous zamon, lekin present simple da berasiz. See, hear, smell, taste lan. Tushunarli? Va look va feel degan fe'llar ham bor. Look va feel degan fe'llar ham bor. Ular simple va continuous ikkala zamonda ham ishlatish mumkin. Simple da ham, continuous da ham ishlatish mumkin. Sen bugun yaxshi ko'rinasan desak ham, ko'rinyapsan desak ham bo'ladi. Masalan, you look well today. Bugun yaxshi ko'rinasan, desak ham, bugun yaxshi ko'rinyapsan desak ham, you are looking well desak ham bo'lar ekan. Ya'ni simple da ham, continuous zamonda ham kelar ekan. Va keyingi yana bitta qoidamiz. Men kecha bunga video reels tayyorladim. Shu qoidaga video reels tayyorladim. He is selfish bilan he is being selfish nima farqi bor? Ikkalasining bir-biridan farqi, birinchisi doimiy. Uni xarakteri, u doimiy xudbin, doim o'zini o'ylaydi. Har doim shunaqa, xarakteri shunaqa. He is being selfish esa u unaqa emas, o'zi yaxshi inson, birovlarni ham o'ylaydi, lekin hozircha temporary vaziyatda hozircha o'zini shunaqa tutyapti. Ya'ni bu subject plus am, is, are, being plus adjective ga qoidasiga to'g'ri keladi. Bu
adjective keladi faqat, tushunarli. Being adjective keladigan holatda uning ma'nosi u o'zini shunaqa tutyapti, behaving, he's behaving, he's acting ma'nolariga teng. Masalan, I never think about other people. Man boshqa odamlar haqida hech nima o'ylamayman. He's very selfish. U juda ham o'zini o'ylaydigan. U generally selfish u. Lekin emza being bo'ladigan holatda u o'zini shunaqa tutyapti. Masalan, mana shunga yana bitta misol. He's being adjective qo'yamiz. Lazy. Bugun o'zini bir dangasa tutyapti. O'zi dangasa emas. Bugun shunaqa temporary holatda, balki charchagandir, shunaqa holatda tutyapti. He's being clever today. O'zini bugun aqlli tutyapti. Aqlli emas o'zicha aqlli. Odamlarga balki ko'rinish uchun shunaqa tutayotgandir. Mana shu holatda shu qoida ishlatiladi. Va xulosa qiladigan bo'lsak, mana bugungi o'tgan mavzuimiz birinchi navbatda like, want, need kabi like, want, need, prefer mana shu fe'llar, quyidagi mana shu fe'llar, mana shu fe'llar umuman continuous zamonda kelmaskan. Uni continuous zamonda ishlatmang. Keyingisi esa sing fe'lini present simple va continuousda ishlatsa bo'ladi. Va see, hear, smell testlarni esa faqatgina present simpleda ishlatasiz. Mumkin emas continuousda ishlatish. Look, feelni esa faqat simple va continuous zamonlarda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni ikkalasida ham ishlatsak bo'ladi. Hozirgi o'tgan qoidamiz subject plus emizar, being plus adjective zamoni qoidasi, ya'ni formulasi nima ma'noni berar ekan? Vaqtinchalik o'sha holatda o'zini behaving, acting holatiga to'g'ri keladi.